Lastikning kirit mahsulotlari chiqqan juda ko'p. Tak, bularda mana bu yangi ochilgan korxonalar bo'ladigan bo'lsa, yengil start degan kiritimiz bor. 25% stavkada beriladi. Garov ta'minoti bo'lishi kerak. 300 million so'mgacha beryapmiz. Asosiy vosita sotib olish uchun, ya'ni jihoz, ushkuna оборудование sotib olish uchun 3 yilgacha beramiz. Оборудовкasini ko'paytirish uchun, masalan, nimalar sotsa yo nimalar ishlab chiqarsa o'sha xom inshootini yo sotadigan tovarni sotib olish uchun 1,5 yilgacha beriladi. Keyin garovga transport vositasi yo bo'lmasa ko'chmas mulk qabul qilinadi. Agar o'sha korxona yo yakka tadbirkor 6 oydan ziyod ishlagan bo'lsa, o'sha pul aylanmalari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, 150 million so'mgacha garovsiz kreditlarimiz bor. Imkoniyat degan produkt 24% dan beriladi. Bu muddatlar boyagidek. Asosiy vosita jihoz 36 oy, aylanmalar 18 oy. Bunda o'sha garov qo'yilmagan evaziga sug'urta polisi ta'min etilishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari overdraft degan kiritimiz bor. Bu overdraft endi masalan oyiga katta оборотlar qiladigan bo'lsangiz, korxonangiz yirik korxona bo'ladigan bo'lsa, biroylar masalan 500 million so'm pul aylantirsangiz, o'shaning yarmini garovsiz kredit qilib beriladi. Ochiq mingan bilan 500 million so'm aylantirsangiz, yarmi 250 million so'm beriladi. Bu ham 24% dan 1 yilga beriladi. O'sha kreditni har kuni yopib, yana chiqarib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari avtokredit bor. Yuridik shaxslarga, yakka tadbirkorlarga boshlang'ich badali 40% qo'ysangiz, 24% dan 30% qo'ysangiz, 25% dan 4 yilgacha beriladi. Garovga o'sha sotib olinayotgan avtomashina garovga olinadi. Bundan tashqari keyin